Kelasi yil O'zbekistonda ham yo'ldoshli internet paydo bo'ladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Xo'sh, yo'ldoshli internet o'zi nima va u O'zbekistonga nima beradi? Katta ehtimol bilan gap Elon Muskning SpaceX kompaniyasiga tegishli Starlink interneti haqida ketyapti. Hozir yer orbitasida uchib yurgan Starlink yo'ldoshlari soni 8000 dan oshib ketgan. Ularga ulanib internetdan foydalanish uchun antennali terminal, Wi-Fi router va albatta quvvat manbai, batareya kerak bo'ladi. Shu orqali mobil aloqa yetib bormagan olis hududlarda ham bemalol internetdan foydalansa bo'ladi. Bu texnologiya bir qancha oy oldin Qozog'istonda rasman ishga tushirildi. Yil oxirigacha Qirg'izistonda ham ishlay boshlashi kutilyapti. O'zbekiston va Tojikistonga esa Starlinkning kirib kelishi kelasi yilga reja qilingan. Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston yo'ldoshli internet operatorlarini 5 yil muddatga yer, mol, mulk va qo'shilgan qiymat soliqlaridan ozod qiladi va bu imtiyoz faqat Starlinkka taalluqli emas. Jahonda OneWeb va Project Kuiper kabi unga muqobil loyihalar ham bor. Bir necha kun oldin O'zbekiston hukumati Project Kuiper yo'ldoshli internetini olib kirish bo'yicha Amazon kompaniyasi bilan dastlabki kelishuvga erishgan edi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, sun'iy yo'ldosh interneti jahon axborot to'riga chiqishning eng qimmat shakllaridan biri hisoblanadi. Masalan, Qozog'istonda Starlinkning eng arzon tarifi o'zbek so'miga o'girganda oyiga 500 ming so'm turadi. Standart uskunalar to'plamining narxi esa 4,5 million so'm.